Qadrdonlar qaranglar. Plus minus 9000 dollara şu joy beriladi qaranglar. 9000 dollara. Assalomu alaykum azizlar yurtdoshlar. Akşam boyjanamiz to'g'risida videolik qo'ydim. Birinchi etaj, ya'ni nolubga podvalda qo'ydim. Ko'pchiligingiz Allohga shukr xursandmasizlar insonlar borligidan, sababi o'zingiz fikrlaringizni bildirib turibsizlar. Imkoni boricha shu uchastka joy solib beraylik deb meni yanimda turgan insonlardan ko'p ekan, Allohga shukr. Lekin bir narsani fikr etib turibmandan qaranglar. Hozir Alaqala ko'lda arzonman yurtimni misoli. Alaqala ko'lda alamiz 4 sotik desak ham shuda arzon. Yine kakras şundan birisine geldim. Yopdan kublada emas bu. Yopdan ben de beni o'zi götürüp olsanızda gaz torvalab o'tgan xo'jaliklar o'zi xudo xolasa gaz yakadılar yine. Öde bu gazı shochkina qo'yibdilar ana öde. Şu joyini men bir vaqt chiqarib edim. Men buni yaqqol sifatida ko'rsatchak masalari. Bir yan tarafı 2 etaj. Даже 2 etaj ham shart emas. Ana bu üstündekisini olib turib bog'ini, kladopkasini ursangiz ham bo'laveradi-da, misol uchun. Уже tayyor bu. Bu yerda уже 5 kat joyi bor. Bir de garajı, kuhnası, banesine dön bağdan. Bir alıp veremiz desek hem bo'laveradi. Yani misali yepti az bizler kolumuzdaki pul buna yetadi hesabı selkem. Bu endi g'deta bir 15 milyon nasib bo'lishi mumkin. Buni algandan keyin avvalambor xudo buni bastıramiz desek ham harakat etsak xalq bilan birgalikda bo'ladi bu. Fundamenta qaranglar, yana neden baland solingan misol. İçinin ham chertojlari yaxshi buni. Xonalar ham keng haqiqatdan. Ben hem iş içinden halima işini joya perişi. İşinin 4 sotik karanlığa ucu zabollarından kuk ettiler bunu. Yine zabolları kladopkası hocatxanasından kurulgan. Yine bu bağın içine özleri çıkıp oturaman desem. İçine karanlığına, kanaları yenglikine karanlığa. Bunlar hem iş içinden halat tutmayın. Bu joylara karanlığına. Yine delizini özem 2 metreye yakın geledi. Ne deysiler? Şunu etip joy setemiz mi? Joy salamız mı? Bir de krantam kalk koydular mı? Karanlığıyla nasıl uçundan. Bu yine aşxanası. Aşxanası. Buna ümmet gösteremezler. Yine aşxanası. Aryan tarafı garaj ana. Bemalol masakinle kir koyadılar. Lekin 2 etaj bunlara şart emez. 2 etaj ucunu alıp taşıp yani alıp ben tarafa işletibesem bular. Doğru mu? Ne deysiler? Lekin Alaqala ko'ldadan bu. Özlerine indi bir yakınma şunam aniqlashtirib indiribmandan men. Lekin bir de o anda ucu şu vaqadan allaqachon salib bo'lgan bo'ladi. Fikrlaringizni yozinglar shu joy sifatida. Yana tayyor turibdi joy. O'zi bir etaj o'zi bir 5-6 kat joy. Yana bir etaj o'zi. Ha uni olib bellara bosib beraversa bo'ladi o'zi. Tayyor. Hem 4 sotikda hem gaz o'tdinda xabarlar. Qaranglar gaz o'tdi. Yana yine şu hozir bu yo'ldan chiqasalar bana burilsangiz bir maktabga taxminda nechalar turishimiz. Ishidan turib 1 kilometr tursa kerak. Ya'ni Alaqala ko'li maktabidan fikrlari kommentda yozib qoldiringlar. Ya'ni aktivni yanada kuchaytirsak, xudo xolasa salib ham beraveramiz, yo bo'lmasa shunga o'xshagan bir joylarni sotib olamizdan qaytadan yana üstlerini bastıramiz, shipir etamiz, ishlarni polpanel etamiz, ish qilib bizlar ishongan insonlarimiz bor, xudo xolasa homiylar ham chiqadi asta-sekin. Ne deysizlar? Fikrlaringizni kommentda qoldiringlar.